أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga azizlar, juma kunining muborak tongi muborak bo'lsin. Bugungi kunimiz xayrli bo'lsin. Osona xatlab ko'chaga chiqdinglar, kuninglar barakotli bo'lsin. Mana bugun inshaalloh hammamiz uchun qadrli bo'lgan ikki xonadon Alloh taolo bugungi to'ylarni muborak aylasin. Parvardigor to'ylari bo'layotgan yoshlarimizga baxt bersin. Iskandar akamiz qizlarini uzatish nikoh to'yi munosabati bilan xonadoni uchun, o'zlari uchun yaqin bo'lganlarni chorlab, xursandchiliklarga sherik qilmoqdalar. Alloh muborak aylasin. Azizlar, Imom Buxoriy rivoyati bilan Rasul akram alayhissalomdan ajoyib bir gavhar hadis bor. Shu hadisni o'rgansak, keyin osh yesak to'g'ri bo'ladi. Rasululloh aytadilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va oxiratga iymoni bo'lsa, faqat yaxshi gap gapirsin. Aw liyasmut bo'lmasa jim o'tirsin. Buni Rasululloh aytibdilar. Biz Rasulullohning ummatimizmi? Bunga ergashamiz. Quloq solamiz, amal qilamiz. Kim oxiratga iymoni bo'lsa, Allohga iymoni bo'lsa, tilidan faqat yaxshi gap chiqish kerak. Bo'lmasa jim o'tirsin deyaptilar Rasululloh. Chunki insonning kimligi ikki og'iz muomalasidan bilinadi. Qizingizga sovchi keladi. Qani bir kuyovni ham bir ko'raylik deysiz. 1,5 soat, 1 soat suhbatga tutasiz. Xayrlashib, uydagilarga keyin xulosangizni aytishingiz kerak. Demak, siz uni suhbatidan unga baho berishingiz kerak. Insonning so'zi, gapirayotgan gapi, berayotgan javobi, har bir kalimasi uni bahosi bo'ladi. So'z insonning kimligini anglatadi. So'z insonga halovatni beradi. So'z insonni malomatda qoldiradi. So'z insonni quvontiradi. So'z odamni ranjitadi. Birgina gap odamni qalbini tog'dek qiladi. Birgina so'z odamni yeri bilan yakson qiladi. Shu so'z bizni til musulmon qiladi. Iymon halqasiga olib kiradi. Birgina shu tilimiz bizni
iymondan mahrum qilib kufrga olib boradi. Shuning uchun azizlar, Rasululloh aytayaptilar, kim Allohga va oxiratga iymoni bo'lsa, faqat yaxshi gap gapirsin. Bir-birimizga salom beraylik azizlar. Faqat tanigan odamga emas. Bizdan kattami? Mendan bu odamni bir yosh katta bo'lsa ham amali ko'p, ibodati ko'p, sahovati ko'p. Salom berishimiz kerak. Hozirgi yoshlar 4 ta odam turgan bo'lsa, "O, Bahodir aka" deydi. Bundoq qaraydi Bahodir akasi. "Assalomu alaykum" deydi. Telefonni oladi, "Alo" deydi. Assalom bersa bo'lmaydimi? "Assalomu alaykum, labbay" desa qanaqa chiroyli bo'ladi? Odamni ikki og'iz so'zi o'zi kimligini bildiradi. "Eshitaman" deydi darrov telefonni olib. "Kim bu?" deydi telefonda. Mana hozir shu yerda shuncha odam o'tiribmiz, dunyo qabul qilgan standart deyapti. Bir kun bittasiga aytsam shu gap. Oldimga kelib aytayaptiki, "Alyo" degan so'z dunyo qabul qilgan standart. To'g'ri? Shuni salom bilan boshlasak bo'lmaydimi shu standartni? "Assalomu alaykum, alyo" desa bo'lmaydimi? "Assalomu alaykum, labbay" desa bo'lmaydimi? Sunnat bo'ladi, savob bo'ladi, ajr bo'ladi, hurmat bo'ladi, kayfiyat bo'ladi, odob bo'ladi. Hamma narsa shunda-ku. "Assalomu alaykum, labbay." Qanaqa xursandchilik bo'ladi. Hazrati Abu Bakr bir kuni tillarini qo'llari bilan tortib tursalar, Hazrati Umar "Nima qilyapsiz?" deb so'rasalar, "Meni olib boradigan joyga olib boradigan shu" degan ekanlar. Insonning tili. Shuning uchun azizlar, bir-birimizga faqat yaxshi so'z aytishimiz kerak. Imom Ahmad shogirdlari bilan o'tirsalar, bir munofiq keldida aytdiki, "Ey san" deb turib, sansirab Hazratni so'ka boshladi. Hattoki kurakda turmaydigan gaplarni aytdi. Hazrat indamasdan o'tiraverdi Imom Ahmad. Haligi odam ketdi. Shogirdlardan bittasi aytdiki, "Ustoz, loqal bir javob bermadingiz. Juda og'ir gaplarni gapirdi" deganda, "Amman ko'rib turibsizlarki, unga bilan aytsam nima bo'ladi? O'sha bilan teng bo'laman" dedi. "Men unga javob qaytarsam, Allohning kalomi qayerda qoladi" deb ushbu oyatni o'qidilar. "Va iza khatabahumul jahiluna qalu salama." Sizga bir johil odam johilona gap qotsa, "Salomat bo'ling, uzr, meni kechiring" deb o'tib ketavering deb Alloh aytayapti. Bizga ham javobimiz bor. Kerak bo'lsa, undan oshirib so'kadigan gaplarimiz bor. Lekin mo'min odam bu ishni qilmaydi. Ibrohim ibn Adhamning huzurlariga bir munofiq keldi. Hazratga aytdiki, "Ey Ibrohim" dedi. "Seni soqoling afzalmi yoki u ana it dumi afzalmi?" dedi. U kishini g'azabini qo'zg'amoqchi bo'ldi. "Sani soqoling afzalmi yoki u ana it dumi afzalmi?" deganda Hazrat aytdilarki, "Ulug'larning gapi ham ulug' bo'ladi. Agar meni soqolim jannatga kirsa, meni soqolim afzal. Agar meni soqolim jannatga kirmasa, meni soqolimdan o'sha itidum afzal" degan ekan. Haligi odam ketdi, uyga borib o'tirib o'ylandi. Axir men u kishiga qo'pol gapirdim, menga qo'pol gapirmadi. Men u kishiga beodoblik qildim, menga beadablik qilmadilar. Bu kishi shunday ulug' odam ekan deb kelib, kechirim so'rab, tavba qilib, Hazratning yonida yurib, eng peshqadam muridlardan bo'lgan ekanlar. Shogird bo'lib yonlarida yuradigan bo'ldilar. Bir insonning hidoyatga kelib tavfiq topishiga nima sabab bo'ldi? Yaxshi so'z sabab bo'ldi. Shuning uchun azizlar, yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi. Hayvon-ku hattoki. Bizga yaxshigi inson yaxshi so'zni gadosi. Osoningizda keliningiz bor, otalar, iltimos. "Ona qizim, sizga ming rahmat" deb qo'ying. "Men sizdan minnatdorman. Kamchiligi bo'lsa ham maqtavering. Maqtavering. Ona qizim rahmat, qizim, odobingizga rahmat. Siz kelib meni uyimga nur keldi, baraka keldi qizim. Ota-onangizga rahmat. Borsangiz meni salomlarimni ayting qudalarimga" deb qo'ying. Yo'lga tushib ketadi hammasi. Osmonga uchib ketadi u kelin. Otasiga, onasiga borib shu gapni aytadi. Qudalarning aqlchiligi ziyoda bo'ladi. Ayolingizga yaxshi gap gapiring akalar, otalar. Onasi senga ming rahmat. Farzandlar oldida onasini maqtang. Mana shuncha turmush qurdik. Alloh shuncha rizqi nasiba farzand berdi. Allohga shukr deb qo'ying. Yaxshi so'z barakani keltiradi. Ayniqsa mana qizlarimizga aytaylik azizlar. Qizlarimiz, kelinlarimiz tili shirin bo'lsin.
Xalqimizda bir gap bor-ku, yigitni rizqi yerda, ayolni rizqi tilida bo'ladi. Ayol qanchalar shirin zabonli bo'lsa, erkakning xonadoni barakaga to'ladi. Nur bo'ladi, xush bo'ladi. Hozir kelinlarimiz erini ismini ayttirib falonchakam deydigan odat chiqarishibdi. Yetinglar aka demasin kelinlarga, qizlarga. Erini qana qilib aka deydi. Nikohdagi ayol kishiga qanday qilib aka bo'ladi? Eri bahodir bo'lsa, ketidan Bahodir akam ketuvdi, Bahodir akam shunaqa dovdi deb turib, erini ketidan aka deydigan odat chiqibdi. Otalar etinglar aka demasin. Aslo. Ilgari onalarimiz nima deyishgan? Xo'jayin deyishgan, otasi deyishgan yoki katta farzandini ismi bilan chaqirishgan. Men bolaligimda onamga kelib aytibman. Onajon, ro'paradigan choli kampir bor-ku, ikkalasini ham ismi Xayriya ekan debman. Onam avvalga tushunmadilar-da, keyin kuldilar. Katta farzandini ismi Xayrinso ekanda, ikkalasi choli kampir bir-birini Xayri deb chaqirar ekan. Bunaqa urf, bunaqa odob, so'zga e'tibor, Allohga shukr. Bu juda go'zal bir nafis odatimiz. Shuning uchun otalar, sizlar ko'proq duo qilinglar. Yurtni duo qilinglar. Soch soqoli oqargan keksa bandam qo'l ochib duo qilsa, hayo qilaman shu bandamni istagini, duosini rad qilishga degan Allohning va'dasi bor. Otalar duo qilinglar. Xato qilgan bolani ham yaxshilab, chiroyli gap bilan yo'lga solinglar. Ad-du'a 'alal valad yurisul faqr. Bolani haqqiga haqorat faqirlikni keltirib chiqaradi. Ba'zi bir ota-onalar so'kadi-yu, eshak, mol, ahmoqsan deydi. Ba'zi bir kelinlar yuzing qursin deydi-ya. O'lib ketgan, qurib ketgan deydi ba'zi bir onalar bolalariga. Ota-onani tilidan bolani haqqiga haqoratni chiqishligi shu bolani 1-2 bo'lmaydigan zaif, nochor, notavon bola bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Etinglar qizlarimizga, kelinlarimizga bolasini so'kmasin. So'kmasin. Yurisul faqr. Rasululloh aytibdilar. Faqirlikni keltirib chiqaradi haqorat. Ulug'laylik, bolam, sen kimni bolasisan? Kimni avlodisan? Bizni avlodimizdan bunaqangi chiqmagan deb turib farzandimizni ulug'lashligimiz kerak. Bir-birimizga shirin so'z aytaylik azizlar. Mo'min odam, musulmon odam bir-biriga shirin suxanda bo'ladi. Ashobning orasida Abbos ibn Abdul Muttalib shunchalar shirin suxan odam ekanlarki, bir kuni Rasululloh aytdilar: "Yu'jibuni jamaluk." Sizni ko'rkingiz meni ajablantiradi dedilar. "Va ma jamalur rajul ya Rasululloh." Kishining ko'rki nimada ey Allohning rasuli dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar: "Lisanhu, uning tili" dedilar. Payg'ambarning talqini bo'yicha erkakning ko'rki uni shirin zaboni bo'ladi. Bir kuni shu zotdan so'rashdi Abbos ibn Abdul Muttalibdan: "A anta akbar am Rasululloh sallallohu alayhi va sallam?" Siz kattami yo Rasululloh kattamilar deganda javobni qarang. Rasululloh kattalar. Faqat men sal oldinroq tug'ilganman degan ekanlar. Voh ajab. Bu adabni qarang, bu axloqni qarang. Shuning uchun azizlar, bolalarimizga muomala odobini ham, so'z san'atini ham, notiqlik san'atini ham o'rgatishligimiz kerak. Masalan, biz imom xatib sifatida 50 ichida yuramiz. Janozalarda ishtirok etasizlar. Qani bu o'likni egasi demaymiz-ku? Bu qo'pol gap, dag'al gap. Buni o'rniga marhumning egasi kim deymiz? Kecha meni oldimga 4 ta chol kirdi desam qanaqa bo'ladi? 4 ta otaxon kiruvdilar deyman. Mahallamizni kampirlari desam qanaqa bo'ladi? Qo'pol gap. Mahallamizni yoshi ulug' onaxonlari deymiz. Vulgar gap, qo'pol gap, dag'al gapdan tilimizni tiyishimiz kerak. Otani oldida, do'stlar oldida xotinim demanglar akalar. Xotin degan so'z qo'pol so'z. Oilam, bolalarimning onasi, xotinim degan so'z bu juda qo'pol gap. Xuddi o'likni egasi kim deganga o'xshash. Nafis, bizni juda ham bir nafosatli tilimiz bor, go'zal urf-odatlarimiz bor. Aynan mana shu yuksak madaniyatimizni, nomoddiy boyligimiz bo'lgan tilimizni albatta e'tiborni qilishligimiz kerak bo'ladi. Demoqchi bo'lganim xulosa nima? Oilada shirin so'z kerak. Shirin so'z kerak.
Tillolarga burkab tashlang, qo'pol gapiring u tatimaydi azizlar. Loy suvoqning ichida yashasin, bo'z mato kiysin, eridan yaxshi so'z eshitsa u ayol baxtli ayol. Qo'lingni ber ey Oysha, qalbimni g'ubori ketsin derdilar payg'ambarimiz alayhissalom. Seni ko'rsam ko'zim quvnaydi ey Fatima derdilar Hazrat Ali radhiyallohu anhu. Alloh taolo xonadoningizga barakot bersin. Har biringizni xonadoningizda shuning singari to'ylarni Alloh nasib etsin. Azizlar, bugun mana juma kuni Mavlidi Sharif oyining 27-kunlari. Deyarli 3 kun qoldi. Bu oy ham tugaydi. Qorakamizdan iltimos qilsak, Rasulullohning sha'nlariga ba'zi bir salovatlarni aytib bersalar, inshaalloh keyin duo qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا شفيع المذنبين. سلام الله وصلوات الله عليك يا رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع. كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع. واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام
بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.